o'zim bilaman, hamma gapda bog'chaga bormasam, biza bog'cha boruvdik singlim bilan. Keyin bog'cha keyin onam kelgan vaqtda xo'p valizga qaraymiz degan, keyin onam ketgan vaqtda o'tir joyingga degan, keyin men o'tirganman qo'rqib, keyin o'zlari kofe qilib ichishadi, choy damlab, bizga satildan bakashka berishadi. Keyin ikkinchi bog'chaga bordim. Ikkinchisi keyin meni chimillab oluvdi. Keyin men oyimga aytmadim. Keyin oyijonim xafa bo'ldilar. Shuning uchun men bog'chaga bormayman. Odina opa, men oldim, futbolka sotib kiyib keluvdimki, o'shanga negativchilar menga yomon gap yozibdi. Negativchilar hasad bilan qaramanglar, havas bilan qaranglar. Hasad bilan qarasanglar, yuzinglar qora bo'ladi, havas bilan qarasanglar oq bo'lasizlar. Mazga shida aytib beraymi? Aytib bering. Umid tezda o'tyapti, biroq bu tanamni titratib sochlarida ko'rinimda oq. Onamni hech qaritma hayot. So'zlaganda so'zlari dori. Bukilmasin, sinmasin ori. Tik tutadi qaddini bori. Onamni hech qaritma hayot. Mazga qo'shiq aytib beraymi? Barakalla. Aytib bering. Mana janze janzirana meriyasi temmastima